Ana kuni bitta klientim keldilar, yoshlar kattarog'ida bir 50 dan oshganlar. Xullas, ularda yuzda qarish protsessi, porlar kengayib, yuz osilish holatlari kuchayib ketgan. O'shanga men muolaja qilganman, gazet 2 yilcha oldin. Keyin Instagramda reklamaga aldanib borganlar, boshqa bitta mutaxassisga 20 yil necha yildirlik stajim bor, bunaqa reklamalarda chiqib kelgan odamga borganlar. Xullas kalom, individual podxod bo'lmaganda, любой duch kelgan muolajani qilganlar. Aytberishlari bo'yicha menga ko'rsatdilar ham, aytsam taniysizlar, lekin aytmayman. Prosta men sizlarga aytmoqchiman. Kimga borsanglar ham menga kelishinglar shart emas. Birinchi yuzinglarni o'rganinglar, tanishib chiqinglar, nima ovoz tili, nima tavsiya qilyapti, Google'ga yozinglar, tekshiringlar, ma'lumot olib, keyin qildiringlar. Sizlar tekinga hech bo'la olmaysizlar. Pulga qildiradi hamma. Так что hech kim supurolmayotganini hisobga olsangiz, bu sizlarga layfhak.